O'zlaringni bilib o'tiringlar. Yulduz Usmonova yana tarmoqda kun tartibiga chiqdi. Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Video ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Bundan bir necha yil oldin Toshkentdagi Xalqlar do'stligi saroyida O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning navbatdagi konserti bo'lib o'tayotgan edi. O'sha vaqtda xonanda yana ijtimoiy tarmoqda muhokama maydonining asosiy obyektiga aylandi. Bu ham bo'lsa uning konsertga tashrif buyurgan tomoshabinlarga nisbatan qilgan munosabati sabab bo'ldi. Gap shundaki, texnik nosozlik sabab Xalqlar do'stligi san'at saroyi sahnasining pardasi oxirigacha ochilmay qolgan va bu tomoshabinlarga noqulaylik tug'dirgan va tomoshabinlar e'tiroz bildira boshlagan. Usmonova esa ularga qo'pol munosabatda bo'lgani aytilmoqda. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videolarda xonanda tomoshabinlarga quyidagi gaplarni aytib baqira ketgan. To'layotgan pulingizga 10 baravarini olyapsiz ayollar, iltimos qilaman, bunaqa bo'ladigan bo'lsa hozir mana shu yerda 4 tana aytib berkitaman, ketaveraman. O'zlaringni bilib o'tiringlar, uzoq yaqindan kelganlar, boshqa konsertda qilasan unaqa narsalaringni. Jim o'tiramiz, chiroqni ber. Texnik xodimga qarata shunday dedi. Hamma baqirayotganlarning basharasini ko'ray. Ber chiroqni zalga. Qani zalni yo'q. O'zlaringni bilib o'tiringlar, boshqa joyda qilasizlar. Qani endi turib gapiring. Kim edi baqirayotganini chaqiring. Bu yoqqa. Ko'rsata olasizmi yuzingizni? Bu yoqqa keling, siz baqirayotgan. Turib kelingchi bu yoqqa, nima deyapsiz, deydi Usmonova zalda o'tirganlardan biriga. U yana so'zida davom etib ijtimoiy jamoasi sahna ortidagi mas'ullarda adag'aylaydi va turmush o'rtog'i Mansur Agaliyevning nomini tilga oladi. Parda bo'layotgan bo'lsa, mana bu saroyga qarayotgan Mansurjon boshchiligida juda gumbur qasir qilib, ko'tar pardangni, nima qilasan, yarmiga osib qo'yib. Parda bo'lsa menda emas-ku ayb. Xalaqit qilyapsizlar. Konsertni davom ettirishga ashula aytaymi, zalga baqiraymi, gapiraymi? Kuniga 2 tadan seans bo'lyapti. Konsert dedinglar, qo'shimcha beryapmiz. Pollantani ham mendan talab qilasanmi endi, deydi Yulduz Usmonova. U yana sahna ortidagilarga murojaat qilib, texnik xodimlardan pardani qayta tekshirib ko'tarishni so'raydi. Xalqlar do'stligi saroyi O'zbekistondagi eng yirik konsert zali hisoblanadi, biroq tomoshabinlar ham, xonandalar ham doimiy ravishda saroydagi sharoitdan norozi bo'lib kelishiga qaramasdan saroyda katta o'zgarishlar qilinmagan. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.